Hozir bilan birgalikda bir-biridan chiroyli va bir-biridan go'zal bo'lgan telefonlarni video obzorini qilamiz. Videomiz qiziq bo'lsa oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Birinchi bo'lib ko'rsatilgan telefonimiz Samsung'dan A21 5G deb nomlangan telefonimiz. Sim karta podдержка qiladi. Imeklar ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. A21 5G ni ham albatta podдержка qiladi. Xotirasiga keladigan bo'lsak, xotirasi 8 ga 256 GB. Ushbu telefonimizning narxi esa atiga $135 berib yuboramiz. Hech qanday ayb nuqsoni yo'q, garantiyasi bilan qilib beramiz albatta. Keyingi telefonimiz esa Technopower 6 deb nomlangan model. Bu ham sim karta podдержка qiladi. Imeklar ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan, hech qanday ayb nuqsonlari yo'q. Ko'rishingiz mumkin, Technopower 6 256 GB, RAM 8+5 bo'ladi. Batareya yo'mkisi eng qiziqarli joyi 6000 mAh bo'ladi. Uncha telefonlardan ko'ra ko'proq uzoq vaqt ketadi. PUBG uchun menimcha stabil 60 FPS da ishlasa kerak. Ushbu telefonimizning narxi atiga $100 ga berib yuboramiz. Qiziq bo'lsa aloqa chiqib qo'yasizlar. Aytgancha, mana shu telefonlardan qaysi biri sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta bizda dastlabki xizmati bor. Bizga murojaat qilsanglar, mana shu nomer orqali yoki shu nomerga ochilgan Telegram orqali bizga bog'lansanglar, qo'shimcha ma'lumotlarni beramiz. Bemalol xarid qilsangiz ham bo'laveradi. Navbatdagi telefonlarimiz esa Xiaomi'dan 11T deb nomlangan model. Ko'rishingiz mumkin, holatlar ham ajoyib holatda saqlanib qo'ygan ekan. Aytgancha, bularni o'yin uchun, ya'ni PUBG Mobile o'yini uchun 90 FPS da ishlatish mumkin. Ushbu telefonlarimizni ko'rishingiz mumkin, ishlab turgan telefon. Aytgancha, bu telefonimiz mammasini ozgina pechati bor ekan. Men bu yerlarda ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim. Xullas, ishlatish uchun yaxshi, ekranni pechati borligini hisobga olmagan telefonning o'zi klass, super holatda turibdi. Buni ekrani toza, hech qanday nuqsoni yo'q buni. Hop, xotiralari 8 ga 128 GB bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, $135 dan berib yuboryapmiz. BTS pochtasi orqali yubora olamiz. Qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Poco telefonlaridan X3 Pro va X5 Pro deb nomlangan modellarimiz ko'rishingiz mumkin. Bu telefonlarni ham o'yin o'ynaydigan, ya'ni PUBG Mobile o'ynaydigan bolalarning o'rtasida juda ham mashhur bo'lgan telefonlarning bittasi desak ham bo'laveradi. Xotirasini ko'rsatamiz. Hop, 128 GB xotira, operativ tizimi 6+2 Poco X3 Pro telefonimiz narxi atiga $100. X5 Pro telefonimiz esa narxi $135. Hop, podrobniy xarakteristikasini ko'rsatadigan bo'lsam, X5 Pro 5G 256 GB xotira, operativ tizimi esa 8+8. Narxi nechta deb qiziqqanlar uchun $135 ga chiqadi. Aytgancha PUBG 60 FPS da ishlaydi. Endi esa PUBG o'yinini eng monster telefonlarni sizlarga taklif qilaman. Infinix'dan GT30 Pro va GT30 telefonlari. Mana bu GT30 telefonimiz PUBG Mobile uchun 90 FPS da ishlaydi. Pro versiyasi esa 120 FPS da qo'llab-quvvatlaydi. Hozir esa sizlarga ichlarini ko'rsatib, podrobniy xarakteristikasini va narxlarini aytib o'tamiz. Hop, ko'rishingiz mumkin. Ikkovi ham GT30 256 GB xotira, RAM 8+8, bunda esa 5. Akkumulyator 5500 mAh ekan. Holatlari ham yomon emas, yaxshi holatda saqlanib qolgan. Mana ustida bitta bilinar-bilmas mana shu yerda kichkina petnochasi bor. Kamerada yaxshi ko'rinmayapti. Xullas, ushbu telefonlarimiz sotuvda. Mana narxi $215, bunisi esa $220 dan berib yuboriladi. Pro versiyasiga keladigan bo'lsa, buni ham xotirasi 256 GB. Operativ tizimini ham hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. GT30 Pro 256 GB, RAM 12+6 bo'lar ekan, batareya sig'imi ham 5500, holati va super ideal holatda, korobka dokumentlari ham bor. Narxi $255 ga chiqadi. Ular ushbu telefonlarimizdan qaysi biri sizga ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqa chiqinglar. Dastlab xizmatlarimiz ham mavjud. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Albatta sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.